Assalomu alaykum, hurmatli yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari. Men Mirishkor tumani Yorqin fermer xo'jaligi rahbariman. 2025-yil 28-sentyabr kuni daladan paxta qabul qilish maskaniga 6 tilichka paxtani kamerali joyiga 3 tasini uzib, 3 tasini punktga olib borish uchun yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqqanda harakatni nimaga keltirib, kamerali joyga yonib ketmasligi uchun kamerali joyga to'xtatib turganimizda shuni tayinlaganini kiritib, traktorchim shu chiqquncha gayla kelib pravani, tex pasportni olib cho'ntagiga solib olib ketdi. Men talab qildim tex pasportni, pravani olishdan oldin protokol tuzib olgin, yo bo'lmasa planshetingga bo'lsa tushirgin. Hozir yana punktga borguncha yana bitta gay kelib to'xtatadi. Ularni znachoki ham yo'q, hech qanaqa o'zini tanishtirmadi. Keyin men ulardan talab qilgandan keyin, ular ko'rsatmagandan keyin 102 ga murojaat qildim. 102 ga murojaat qildim deb qaytib kelib kimdan olaman deganda Mirishkor tuman dan xodimini boshlig'idan olasan dedi. Dan xodimini men qayerdan tutib olaman? Bu har kuni kuniga 17-16 tilichka paxta toshyapmiz. Shuning uchun hozirgi bularni xatti-harakati to'g'rimi? Cho'ntagiga solib olib ketib, xohlagan odamga berish mumkinmi? Men to'xtab harakatda bo'lmagan payti shuni uzishga gaplashgani kirganim o'sha kamerada tushgan. Keyin talab qilganlarim ham tushgan. Uydan protokol tuz, planshetga tushir, jarimani to'layman agar narusheniya bo'lsa degan paytlarim, degan gaplarim kameraga tushib qolgan. Shuning uchun meni hozirgi kameradagi turgan holatda oxirigacha ko'rishlarini so'rayman. Chunki mendan keyingi bizani olib borayotgan texnikamizdan keyin ham bittasi keltirib suv toshiyotganini uzib 5 tilichkani olib kelyapti-da, ikkinchi trak o'sha vodankani uzib suv idishini uzib 2 tilichkani alohida, 3 tilichkani alohida qilib olib ketgan ikkita traktorda. Bizniki 3ta qilib olib borishga mo'ljallab olib chiqib o'sha yerga qo'ymasak, bir yo'lda qirasida birov yong'in chiqadimi, yonib ketadimi, bir kasofat bo'ladimi deb o'sha yerga kamerani olib kelgan joyimizda. Ana endi bu yerga borib bizani dan xodimi chaqirdi-da, Mirishkor tumanidan xodimi chaqirib, bu arizangizni oling, menga protokol tuzilgan. Kim tomonidan tuzilganini biz bilmaymiz. Protokolga e'tirozimizni yozdik.